Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Jasur Master. Bugungi videomizda o'zgacha dunyo nomli videomizda 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Albatta bu videomiz 2-3 ta qismdan iborat bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Naqadar biz videoda boshladik. Avvalambor daraxt chopib olamiz. So'ngra kerakli bo'lgan instrumentlarni yasaymiz. Mana bu olma bo'lishi kerak. Oziq-ovqat qayerdan tushishini ko'rib tursanglar mazada. Hech qanday qiyinchiliklarsiz ovqat topib olasizlar. Xo'sh, biz o'yinni boshlaganimizga mana kitobni ham berishdi. Bu kitob qanday xususiyatlarga ega ekanligini men uncha yaxshi tushunmadim, lekin hozir ko'ramiz. Xo'sh. Qurollar. Makir xorat demakli. Banan, bulg'or qalampiri, ko'kat, karam, kokos, yong'oq, uzum, piyoz, olma, qulupnay, pomidor hamma bor ekan. Biz endi ularni to'plashga harakat qilamiz. Mana unimi? Qiladigan narsa ekan. Kokos topdim. Kokos. Xo'sh, urib ko'chatni olsam zo'r ish bo'lardi-da. Xo'sh, kokosni keyinchalik hozir endi sayohat qilib qishloq topishga harakat qilamiz. Lekin avvalambor rivojlanish uchun instrumentlar yasab olishimiz kerak. O'zimizdagi mana narsalar qo'yib qo'yamiz. Avvalambor toshli kirka. Yo-mayo. Qurol yasab qo'ydim. Hayır, yog'och kirka. Salom, rivojlanish. Yo'l davomiyligida iloji boricha sizlar bilan ko'proq suhbatlashishga harakat qilamiz. Hozir bizga eng ko'p kerak bo'ladigan narsa toshlar va jun kerak. Oziq-ovqat muammosi hal bo'ldi. Endi bizga kechqurunda hujum qilib o'ldirib ketishmasliklari uchun qurollar. Bolta kerak, lopatka kerak. Buni bu yoqqa qo'yaman, buni bu yoqqa qo'yaman. Hozir sizlar bilan yangi qurollarni ham sinab ko'ramiz. Tepaga, yuqoriga. Bafat. Tushunarli, demak bu uzoqroq ko'p jangchilar uchun mo'ljallashtirilgan qurollardan biri ekan. Ya'ni qisqacha qilib aytganda bu qurol. Nima?
Bosh uchun endi kirkim ham kerak yo'q shekilli. Aytdim. O'zgacha dunyo videosida albatta turli tuman bizdan hali ko'p sarguzashtlar kutyapti. Yo'limizda davom etamiz. Hozircha mencha ko'p qisqali narsalarga duch kelmadim. Bu nima ekan? Red plant. Mencha kuyvasa kerak bular. Qarasa bizga kerak emas. Mana ovqat. Pasichka shoq to'g'ri. Bizning asosiy muammolarimizdan biri hozirda oziq-ovqat muammosi. Bu modga qiziq ekanlar bor bo'lsa oranglarda. Sorceress modi bu. Sizlarga ham o'ynab ko'rishlikni maslahat beraman. Nima? Qali. G'uttami nima edi nomi? Har yerda o'sadigan bor edi-yu, ashika. Tezroq suzamiz. Qishloq topdim shekilli. Bu mod tufayli qishloqlar ham o'zgarib ketadi. Mana bunaqangi zo'r teksturalar qo'shiladi. Lekin agar ehtiyot bo'lmasanglar ichida bu qishloqlardagi ekan yaxshi. Chunki men bir ikki marta duch keldim. O'zim ichi to'la qaroqchilar ekan. Zo'rg'a qochib qutuldim. Nosh, brat. Nima sotasiz? Oho. Ancha yomon ekan lekin. Golemlar. Golem bor joyda nima bo'ladi? Albatta temir. Ularni o'ldiramiz. Mana. Yo, bu qurol sotish kerak menga. Men sotishim kerak emas. Menga 3 ta blok kerak. O'zimizdan eski dahshatli ishimizdan boshlaymiz. Qani ikkita golemlar. Tepaga ko'tarilib qochdi. Yaramasa kim ruxsat berdi tepaga ko'tarilishga? Qanchani ikki qo'rqoq. Ikkita latalar qayoqqa qoldilaring. Duxvom kelar endi. Janoblar, men hozir yana juda dahshatli narsa ko'rib qoldim. O'slarga ham ko'rsataman. Oldin sarpar yuqoriga chiqib olaylik. Yo'q, bu yerni ko'rib bo'lmas ekan. Mana. Bu nima ekanligiga tushunmayotganlar so'raylardi. Bu qaroqchilar bazasi. Buning ichidagi qo'rri darajali qaroqchilar juda ko'p bo'ladi. Minora ham lekin yaxshi ekan. Nimasi bloki? Tepachi o'z sandiq. Kitob topdim. Kartoshka, olma.
Biz o'yinchilarmiz. O'yindagi har bir narsa biz uchun yaratilgan. To'g'rimi? Hozir biz ashirga yaqinlashsak, o'sha zahot ular paydo bo'lishadi, bizani o'ldirishadi. Ehtiyotkorlik bilan qani tepaga pishiraylikchi. Yotoq. Qanday ajoyib. Bu yog'i menga kerak emas. Tez endi orqaga qaytib juft tezroq sovurmasak, hozir ona bo'lib qolishgandan keyin bizlar pro bom qilishadi. Desam yozoq qo'shmaslardan oldin keta qolaylik. Yo'q yo'q. Golem bratlar. Boyroqda hammanglar golem ko'ruvdinglar, to'g'rimi? Qani mayda ikkita golemlar. Qo'llardan. Xullas golemlardan ajralib qolgan. Sekin ona joyga borib kelamsan. Bilmasdan. So'ng zo'rg'a aylanib ketmasak. Sizlar uchun obunachilar, faqat sizlar uchun mashaqqat yaqinlashyapman. Boshqa vaziyat bu endi ikki dunyoda ham yaqinlashmasdi. Ayniqsa zirhlanmagan holatda. Hech qanday himoya aslahalarim yo'q, hozir juda zaifman. Hozir shunday hujum qolsa tamomman. Shuning uchun ehtiyotkorroq turish kerak. Xayrli tong. Aniqroq cho'tinglar. Bu yerda hali zirhlangan kapitallar ham bor. Ana ichkarida yurishibdi. Ko'rdinglar? Yaqin bormaslik kerak. Sezib qolsa, qorani chiqarib tashlashadi. Desam kaza bo'lib qolish istayman. Bayrog'ini ko'ringlar, bayrog'ini. Bular ham bayrog'ini almashtirishgan. Yangi imperator. Bo'pti, bu yerdan tezroq keta qolaylik. Ko'nglim g'ash. Tez. Mana ular qo'ziqorin ekan. O'rnashimiz